11 ta xonadon naqd bir etaj bas podvol xonadon mansardni hisoblaganda 3 etajli uy birinchi etajda o'zida o'zi 11 ta xonadon bo'ladi. Ya'ni podvalda shuncha 11 ta xonadon, общий 22 ta xonadon tom bilan hisoblaydigan bo'lsak 33 ta xonadon, salkam 33 ta xonadonga tegishli katta hovli uy nech pulga tayyor bo'lyapti do'stlar. Havas qilganlar bo'lsa, biz ham havas qildik deb like qo'yib, kommentariy yozib qo'ying. Mana shu xonadonni hali aytishadi-yu, shlaka blokdan uy bo'ladimi, pishig'ishdan uy bo'ladimi? Mana shu xonadonda pishig'ishdan, pena blok ham, shlaka blok ham ishlatilgan xonadon do'stlar. Juda ham katta chiroyli xonadon ekan. Rim kanallari bilan Alloh nasib aylasin, iloyim mana shu yerdagi uyda egalari maza qilib o'zlaridan ko'payib barakalar bo'lib ketsin. Do'stlar, endi shu xonadon nech pulga bityapti? Qana bo'lyapti? Bitta sizlarga obzorini qilib beraman. Bizga ruxsat berishdi, obzor qilgani juda ham chiroyli ekan. Men o'zim ham havas qildim. Ja bo'lsa atrof shu taxminan 8 sotik 10 sotik atrofida, lekin 8 sotik 10 sotik atrofiga joyiga 8 ta xonadonda 11 ta xonadonni aylanmasiga sig'dirishdi do'stlar. Ataylab garaj uchun narigi tomonni qoldirishgan. Garajda o'sha bemalol 5 ta 6 ta Captiva, Malibu, Palibula hammasi sig'ar ekan. Bu tomonda endi aka, uka, jigarlar, onaxonlar. Xo'p, endi e'tibor qilgan bo'lsalaring, pishig'ishda qilingan. Bundan tashqari tomda mansardni pena blokda qilishgan, podvol tomonlarni shlaka blokda qilishgan. Tom qismini hisobga oladigan bo'lsak, tom qismini mansard qilishyapti ekan. Ya'ni hozirgi paytda zamonaviy qilib aytganda mansard, tomda ham xonadon qilinyapti. Voy, qiziq tomoni bu mansardni hali o'zimizga o'xshab paxta, deriva, perivalar ishlatmasdan shuni o'zimizga konteynerda arzon bilan ish bityapti ekan. Bismillah. Ishqilib shu shotimani ko'tarsa bo'ldi-da. Yo bismillah. Operator bolam chiqalatsin, bering meni telefon. Bering. Do'stlar, operator Boyda Ada Sirojiddin uylar shoirni like qo'yamiz. Yaxshi qizlar bo'lsa, sirazi bu yilda uylar olamiz. Like qo'yib, paddeshga qilamiz. Malades operator deb. Yoqqan bo'lsa ham like qo'yib qo'yinglar. Xo'p, ustiga bakeling endi. Ishqilib gapirib yubormadingizmi? Ustiga ham like qo'yamiz. Bu uyga qanday qilib chiqishar ekan? Bitta zinab, metni oldina zinapoya bo'lsa kerak deyman, chiroyli qilib. Bu tomonga. Shuna qurib yuborsa kerak endi, xudo xolasa. Mashalloh. Xo'p. Endi bu xonadonimizda 11 ta xona bo'lyapti ekan. Koridorlar bo'lyapti ekan. Tomda endi o'zlaring yopib beringlar, Ha, tomda o'zimiz qo'ldan kelsa yopib berdik. Qaranglar, mana 2 etajli mansard tom qilganlarda ko'pincha odamlar beton plita yotqizadi. Ha. Bitta beton plita yotqizishmayapti. Yo'q, o'zimiz o'sha u ham konteyner temiri. Konteyner shimishverlar bu. Shivillari shundan. Akana tepasiga keyin taxta pol qilib nima qilaveradimi? Taxta pol qilib ko'taraverar. Bemalol ko'taraverar. Lomboz, boshqa narsa qilsa. Endi bu akamizni fermani terganligiga qaraganda ko'rsak, menimcha batta nima bo'lsa kerak, batta ham xona bo'lsa kerak, tepa. Ha, bu yerda mehmonxona bo'lsa kerak. Mashalloh. Chiroyligini qaranglar. Bunaqa ham zo'r o'ladim. Xo'p, endi ustiga bizga nimasi, mana hali konteyner tom bo'lmaydi, o'la yorilib ketadi, o'qib ketadi deyapti. Qor ko'tarmaydi. Endi shuncha puli bor odam 11 ta xonadon qurgan. Shuncha uyni ko'targan odamning menimcha hisob kitob bo'lsa kerak hamma narsasini. Nech puldan yopyapsizlar buni? Bu qanday yopiladi bu? Aka, xudo xolasa kvadratlarimiz 130 ming, 230 ming shunaqa bo'lyapti. Narxlar. Bu ko'tarmaslik endi xudo xolasa aka shuncha pul odam shuncha nimani qilyapti, yopyapti bemalol. Bo'lmasa taxtadan yopgan bo'lardi, bo'lmasa boshqa narsadan harakat qilsa bo'lardi. Konteyner ma'qul tushgan ekan, akamizga konteynerdan nima qildi, iloji boricha. Buni kran bilan yotqizib qo'ydilarmi? Yo'q, qo'lda oldik. Ha, qo'lda qo'yildi. Mana bitta narsa, bitta klientimiz aytdiki, 130 mingdan 230 ming so'mgacha deb kvadratini aytyapmiz va bitta xonadonni egasi ko'rsatib turib 230 ming so'm dedi, sen 130 ming so'm degansan videoda deb sho'v olyapti ekan. Iltimos do'stlar, mana shunaqa qilib nima qilmanglar. 130 ming so'm qanaqa holatda bu mashina nech pul mana shuni xona hozirgi? Shuni holati shu 160 ming so'mdan tushgan kvadrati. 160 ming so'mdan mana shu xonadonda sizlar o'sha nimasi bilan qilib beryapsizlar, mansard qilib, to'g'rimi? Mana polichi, poli alohida narxdami yo shuni narxda? Shu narxda ketgan poli ham. Ha, poliyu qo'lni tepasi aylanmasiz 160 ming so'm 1 kvadrat metri. Shunaqa aylanyapti. Necha metrga qo'yilyapti mana? 1 metrga hozir? Ha, shunaqa 80 dan tashlalyapti hozir bu oralari.
har 80 da xorlar tashalyapti. Shunaqa 1 metr, 1.30 har xil tashalaveradi unisi. Do'stlar, asosiy narsani esdan chiqarmanglar. Taxta tom qilganlaringdan keyin u 10 yil, 15 yil, 20 yil turadi. 20 yildan keyin u taxta tomni o'zgartirmasalar, do'stlar, u chirib nima bo'lib ketadi. Konteyner tom bu veshniy tom, do'stlar, hech qachon ishlashni olmaydi. Любой xuddi material 20 yildan keyin bo'lib shu sotib metallonga toshirib yuborsangiz o'zi puli chiqadi. O'shani ham metallonga emas, profil sifatida sotib yuborsangiz puli chiqaveradi. Baqa yuring operator bo'lam. Operator bola oyoqlariga ehtiyot bo'lamiz. Hali uylanmagansiz, yana bilan o'qimdan ish ko'rsatib o'tirmang. Xo'p. Bitta kichkina 5 ga 6, 7 ga 8 xonadonlar bo'lyapti ekan-da endi. Bu uymikan yo nimamikan bu hali? Uy. Xonadon, mashalloh. Hozir to'g'ri bo'lyapti. Asosan katta zdaniyalar ham konteynerda bemalol nima qilsa bo'ladi, 30 metrgacha bez ustun qilib, 30 metrgacha ustun shuni yopib beraverasiz. Ha, yopib beraveramiz. Skalatlar, katta naveslar bo'ladigan bo'lsa, sex qurishmoqchi bo'lishadigan bo'lsa ham bemalol nima qilsa bo'laveradi, yopib beraveramiz. Bez ustun qilib, bemalol fur aylanadigan qilib. Batta endi garaj nimasi bo'lyapti, garaj tomoni. Ha, garaj tomoni bu. Mani ham batni ham tepasini alohida yopib berasiz. Alohida yopiladi bu yerga. Ha, xuddi shunaqa alohida. Yopiladi. Demak, hozir tomda aylanmachasiga bunday xonam bo'lyapti ekan-da. Aylanasiga bir xil tom bo'lyapti aylanasiga. Aylanmachasiga bir xil tom bo'lyapti. Tomda ham bir 10-15 ta xonadon bo'lsa kerak. Ha, shunaqa. Bu orqada ham yer bor ekan hali. Yer serob ekan, bitta. Xo'p. Endi 260 ming so'm dedingizmi kvadrat metrini? Ha, shunaqa. Unisi qanaqa bo'ladi unisi? Orasi kengaygan sari, endi kengaygan sari, masalan, bez ustun tushadi. Material ishlatiladi uning ustiga. 30 metrga bez ustun qiladigan bo'lsak, 260 ming aynaqadan tushib qoladi. Har xil 230 ming aynaqadan tushadi. 130 mingliklari endi nima desa bo'ladi? Endi 6 metr, 5 metr bo'ladigan bo'lsa, shunaqa kvadratga qarab qilinaveradi bu narsa. Demak, pulli hisob kitobi joyi nimaga qarab chiqadi? Ha, yerga qarab pulli hisob kitobi chiqadi. Misol uchun bitta devor urilgan, biz gohi joylarda ko'rdik, ustalar shunday quruq yerga shunday tom-pom bilan qurib chiqishyapti, ustunlari bilan qo'yib. Bunaqa qilib beraverasizmi? Unaqalar ham ketaveradi. Shu ikki yonboshli ustunlari bo'lsa, bemalol o'zimiz qo'yib, shivillarimizdan, o'zimizning materialdan, goh turba deydigan bo'lsa, turbasini kelishamiz, turbadan qilinadi, farq yo'q u narsa. Zo'r. Do'stlar, xonadonga necha pul ketgan bilasizmi, bilmaysizmi? Yo'q, bu xonadonga bilmayman. Endi xonadonni to'g'risida necha pul ketgan bilmaymiz. O'zlaring chamalayinglar, hisob kitob ko'rlar. Necha pul ketgan? Obzorni baqa yuring. Mana shu bitta xona, do'stlar. Mana shu bitta xona. Nariya garaj, yonini ko'rsatish ishlarga bo'ladi qurilgan. Keyin baqa keling, operator. To'g'rimizda bitta katta xona ekan. Men 11 ta xona dedim, yo 11 ta bas ekan. 10 ta ekan. Bitta katta xonani atta, mehmonxona kirishingizga. Tepada bitta xona, ikkinchi xona bo'lyapti. Pena bloyda qurilgan. Undan keyin uchinchisi bo'lyapti. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ta, 10 ta bo'lyapti do'stlar. 10 ta. Endi o'rtacha xonadonlar bular spalniy, menimcha spalniy bo'lsa kerak. Yotoqxona bo'lsa kerak, sabab bunday katta emas, 4 ga 5 xona qilingan, chiroyli qilib berilgan. Naryoqda mehmonlar bo'lib kattaroq. Podvali ham вообще keng bo'lsa kerak endi. Ha, shunaqa. Endi podvalga kiramizmi yo'qmi? Podval endi podvalga do'stlar, podvalga ko'rsatmay qo'yaylik, o'zimiz ham qo'yib qolamiz. Naryoqda bemalol shu 5 ta gelik tinmay turaveradi. Faqat mana shu endi zinapoy qilinsa chiroyli bo'lar ekan-a. Do'stlar, konteyner tom xizmati kerak bo'lsa, Oybek Qosim degan bo'lsa, bonuslar qilib berasiz. Xudo xolasa bonuslarni javob bering. Biz mana shu yerda shuni olib qo'yamiz, mana shu joyda shiploq qaytib screenshot qilib, like qo'yib, malades Oybek deb kommentariy yozib qo'yinglar. Tom qurmoqchi bo'layotganlar, har xil turdagi angar, ferma nimalarga arzon tom, do'stlar, taxta bas. Ham arzon, ham vechniy. Vechniy degani bu degani asrlar davomida turadigan nima? Temir bilasizlar, bu yerdan chiqadigan mahsulot asrlar davomida turaveradi. Taxta bu tabiiy yetishtiriladigan mahsulot, organik mahsulot hisoblanadi taxta. Taxta 15-20 yilda chirib, buzilib ketish xususiyatiga bor. Like qo'yib, qo'llab-quvvatlaymiz. Sog' qilinglar.